Qishloq xo'jaligida ilm-fan yutuqlari amaliyotga joriy etish oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning muhim omillaridan biridir. Sholichilik ilmiy-tadqiqot institutining Xorazm filiali ana shunday ilmiy markazlardan biri bo'lib, hududda sholi seleksiyasi, urug'chiligi hamda zamonaviy agrotexnologiyalarni rivojlantirish yo'lida samarali faoliyat olib bormoqda. Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti Xorazm filialida jami 13 nafar xodim ishlaydi. Shundan 4 nafari ilmiy xodim, 9 nafari texnik xodim. Institutimizda 2 ta laboratoriya bor. Laboratoriyamizning asosiy vazifasi yuqori avlodli urug'liklarni tayyorlab, ishlab chiqarishga, ya'ni fermerlarga yetkazib berishdan iborat bo'lib, bu borada biz xalqaro tashkilotlar bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Janubiy Koreyaning Kopiya Afasi tashkilotlari, Yaponiyaning Nagoya universiteti, Filippinning Sholichilik ilmiy tadqiqot institutlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Filialimizda jami 124 gektar ekin maydoni bor. Xalqimiz sevib iste'mol qiladigan lazurniy Iskandar navlarini ekib, parvarishlab, yuqori avlodli urug'liklarni tayyorlab, fermer xo'jaliklariga yetkazib berishni maqsad qilganmiz. Filial olimlari yuqori hosilli, kasallik va iqlim o'zgarishlariga chidamli sholi navlarini yaratish, ularni ishlab chiqarishga tavsiya etish hamda sifatli urug'chilik tizimini rivojlantirish ustida izlanishlar olib bormoqda. Sholi seleksiyasi va urug'chiligi laboratoriyasi tomonidan bugungi kunda 115 xil mahalliy va xorijiy navlar sinov tariqasida ekildi. Sinov ko'chatlari tariqasida. Bunda mahalliy navlar 32 ta, qolgani 83 ta xorijiy navlar hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlarning muhim bosqichi laboratoriyalarda amalga oshiriladi. Bu yerda urug'larning sifati, unuvchanligi va boshqa muhim ko'rsatkichlari zamonaviy uskunalar yordamida aniqlanadi. Sholichilik ilmiy tadqiqot institutimizning Xorazm filialida Sholi agrotexnikasi laboratoriyasi bugun o'zining faoliyatini olib boryapti. Ushbu laboratoriyada respublikamizning eng shimoli bo'lgan Xorazm viloyatining turli darajada sho'rlangan tuproqlarida sholikol seleksioner olimlarimiz tomonidan yaratilgan sholini oshbob bo'lgan navlarida turli ilmiy tadqiqot izlanishlari olib boryapmiz. Xususan manzur, rizq va xalqimiz seleksiyasiga mansub bo'lgan devzirani oq qiltiriq va qora qiltiriq navlari hozir har tomonlama o'rganilib kelinyapti. Asosan ushbu navlarni ekish muddatlari va me'yorlari asosiy obyekt sifatida tanlab olingan. Bizni dastlabki olingan natijalarimizga ko'ra bugungi kunda devzira navimiz hammamizga ma'lumki, asosan vodiy viloyatlarida ekiladi. Asosan Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlariga ekiladi va u o'zini oziqaligi, oshbobligi jihatidan butun dunyoga dong'i ketgan sholi navlari hisoblanadi. Ushbu sholi navlarimiz tarixini o'rganadigan bo'lsak, 9-10 asrlardan boshlab ushbu navlarimiz dehqonchilikda sekin-sekin seleksiya yo'nalishida nav sifatida shakllangan va bugungi kunda ham o'zining qiymatini yo'qotmagan. Unda molekulyar genetik olimlarimiz tomonidan aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra, unda sholichilikda eng xususiyati yuqori bo'lgan sho'rga chidamlilik, qurg'oqchilikka chidamlik, suvsizlikka chidamlik kabi qimmatli xo'jalik belgilari namoyon bo'lib kelgan. Shuning uchun ham biz Xorazm viloyatida aynan ushbu hozirgi sanab o'tgan xususiyatlarga kuchli bo'lgan navlarni yaratishda bunda donor nav sifatida foydalanmoqchimiz va tadqiqotlarimizni har tomonlama chuqur izlanishlar olib borishni rejalashtirganmiz. Filial nafaqat ilmiy tadqiqotlar olib boradi, balki fermer va klasterlarga amaliy tavsiyalar berish, seminarlar tashkil etish hamda innovatsion texnologiyalarni ommalashtirish orqali ishlab chiqarish bilan ilm-fan integratsiyasini mustahkamlab kelmoqda. Filialimizda sholini birlamchi urug'ligini yo'lga qo'yish bo'yicha qayta ishlash uskunalarni olib kelib, sholni birlamchi urug'ligini yo'lga qo'ymoqchimiz. Bunda fotosifaratlarni olib kelib, urug'liklarni saralab, brendoviy nimasini ko'rsatib, urug'liklarni tarqatish maqsadga qo'yilgan.
Yaponiyaning Nagoya universiteti bilan hamkorligimizda sholining sho'rlanishga chidamli eng yaxshi navlarni tanlab olib, 5 ta navni tanlab olganmiz Yaponiyaning olimlari bilan birgalikda. Uni hozir 3 xil sho'rlanishda tajribalarni qo'yganmiz. Kuchli sho'rlanishga, o'rtacha sho'rlanish, keyin kam sho'rlangan maydonlarda navlarni tajriba qilib, hozir kuzatuv ishlarini olib bormoqdamiz. Ilmiy izlanishlar, zamonaviy texnologiyalar va ishlab chiqarish bilan uzviy hamkorlik Sholichilik ilmiy tadqiqot instituti Xorazm filiali faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridir. Bu yerda yaratilgan ilmiy ishlanmalar sholichilikni yanada rivojlantirish, hosildorlikni oshirish va mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.